turgan ekansiz. Adashmasam 14-yanvar yoki 15-yanvar 16-yanvarda o'sha yig'ilganmiz. Milliy telekanalda ish bo'yicha ko'rishganmiz. Televideniya uchun. Bir haftacha u qizga umuman qaramaganman, to есть Madiga. Salom alik qilish manimcha 2 haftalar o'tib boshlaganmiz. U qiz haqidagi birinchi taassurotim o'zi san'at sohasida o'qiydi. Qo'pol. Tarbiyasidan kelib chiqib, men umuman bu sohaga yaqin odam emas deb o'ylaganman. Asabiy ekan deganman. Hammaga birdek bo'lganmiz, lekin hurmatim Madiga boshqacharoq edi boshidan. Mayli, men kech qolmasam, boshqalar kech qolgan paytida shunaqangi urush, shunaqangi gapirardi. Kech qolib ketdim deb probka desa, yo'q, qanaqa probka bo'lishi mumkin, shunaqa narsalar aytib kelgan odamlarni tushunmas ekan deganman. Hech qachon Madi bilan men oxirigacha yonma-yon qolamiz. Hayotimdagi eng muhim kartinalardan biriga aylanib qoladi deb o'ylamaganman Madini. Ey, Birinchi o'rinda yana boyaga aytganim tarbiyasi, qildim. ikkinchi o'rinda o'zini o'rnini bilishi, ayol kishining o'zini o'rnini bilishi bu eng muhim narsalardan. Hurmat deb o'ylayman. Uchinchisi, nimaga aynan u? Chunki u qanaqa sevgi, o'ldim, kuydim, jonimlardan ko'ra hurmat teparoqda bo'lsa, o'shanda uzoqroqga boradi deb o'ylayman. Sevgi qachondir tugaydi, uni hurmati tugatmasligi mumkin. bilmayman, sababi yo'q. Sababsiz. Madi eng zo'r chatkiz. Qizim.